Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Mana biz yana bitta obyektga kelganmiz. Xudo xolasa sizlar bilan Kamola diagnostika klinikasiga xudo xolasa mana bugun biz archalarimizni jarayonga kelganmiz. Mana archalarga kichkina archalarga nabirasiga berib qo'ydik. Mana har doim sizlar bilan ekanlar. Xudo xolasa mana inshaalloh mana archalarni bilan qo'shib jarayonimizni o'tkazib boramiz. Archalarni quribdi, kasal tushibdi. Inshaalloh kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar bizga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.